Salam, salomatlikni muhim biladigan azizlar. Bugun sizlarga turmushda ko'p uchraydigan, biz doim yeb kelayotgan, foydali qiymat intayin yuqori, shundaqla tuzilishi odam badanidagi ba'zi a'zolarga o'xshashib ketadigan yemekliklarning odam badaniga bo'lgan foydali taraflarini so'zlaymiz. Bu mazmunlarning sizlarning salomatligingizga foydasi bo'lishini umid qilamiz. Birinchidan, yong'oq. Hammamiz bilamiz, yong'oq miyig'ining tuzilishi odamning cho'ng miyasiga bakla o'xshaydi. Shundaqla yong'oq tarkibidagi 32 xil modda odam miyasining taraqqiyotiga intayin foydali. Ikkinchidan, sabzi. Sabzi esa ko'zga foydali ekanligini hammamiz bilamiz. Shuningdek, tafsiliy kuzatsak, sabzini o'tirdan kesganda uning tuzilishining bizning ko'z qarchug'imizga o'xshaydiganligini bayqaymiz. Sabzi tarkibidagi karotin ko'zimizning qon aylanishini rivojlantirib, ko'zni ro'shanlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Uchinchidan, pomidor, ya'ni sho'xla. Pomidorni o'tirdan kesganda odamning yuragining tuzilishiga intayin o'xshaydiganligini bayqaymiz. Shunga pomidor yurakka foydali. Uning tarkibidagi likopen yurak kasali va saktiga qarshi tura oladi. To'rtinchidan, uzum. Üzümning danchisi qizil qon hujayrasiga o'xshaydi. Üzüm tarkibidagi poligidrotfenol deydigan modda yurak qon tomir kasalliklarining oldini olishda intayin yaxshi rol o'ynaydi. 5-dan, purchoq. Purchoqning shakli odamning bo'rikining shakliga bakla o'xshaydi. Tarkibida oqsil intayin mo'l. Shunga purchoq turidagi narsalarni ko'p yeb berganda bo'rakka intayin foydali. 6-dan, karabsha, ya'ni chingsay. Karabshining shakli qarmoqqa odamning qo'lining so'ngining shakliga o'xshaydi. Jiq iste'mol qilib bersa, so'ngakni chingitib, bo'g'im og'riydiganlarga yaxshi manfaat qiladi. 7-dan, anjir. Anjirni ko'p iste'mol qilsa, ma'lum darajadagi erlardagi tug'maslikni davolashda unumi intayin yaxshi. 8-dan, tatliq yangyu, ya'ni xunshu. Buning shakli oshqozon osti bezning shakliga o'xshaydi. Qanat kesili barlar ko'p iste'mol qilib bersa, qanat miqdorini tashishga bak foydali. Do'stlar, bu bilimlarni turmushingizda qo'llanib, o'zingizning salomatligingizga ko'proq diqqat qilib, sog'lom bir badanga erishishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Uzoqtir sog'lig'imiz har bir qarindishimizning sog'lom tanga ega bo'lishi uchun har haftada eng nodir sog'lomlik bilimlarini ham bahrlaymiz. Mazmunlar yaragan bo'lsa, do'stlaringizga ham